dasturimizda shahsli bo'lgani uchun sizlarga joy mehmon olib kelganman. Shu pingvinlar qayerda yashaydi? Antarktida, ya'ni sovuq iqlimli joylarda. Sizlarga quvnoq pingvincha darsimizga tashrif buyurgan. Salom, men quvnoq pingvinchaman. Men sizlarga savol berish uchun keldim. Agar sizlar mening savolimga to'g'ri javob bersangiz, sizni muzqaymoq bilan siylayman. Harakatni bildirgan so'zlarga misol ayting. Harakatni bildirgan so'zlarga misol ayting. O'qidi. Otsiz turkumi qaysi so'roqlarga javob bo'ladi? Lola qizim. Men sizlar bilaman. Barakalla. Gul so'zdan asosli so'z yasang. Umidjon. Gulchi, gulli, gulsiz. Barakalla. Belgini bildirgan so'zlar qaysi so'roqqa javob bo'ladi? Qanday qanaqa? So'rni bildirgan so'zlar qaysi so'roqqa javob bo'ladi? Nechta, nechanchi? Nargiza qizim. To'xta.